dollar. Tagida o'q bo'ladi. Tagini ham o'zgartirishingiz mumkin. 20, 30, 40, 50 sm. Tepasini ham ko'rib turibsizlar, o'sha razmerlarga qo'yaverasizlar. Xohlasangiz buni apolovka bilan komplekt yasab berishar, bo'lmasa alohida ham sotishaveradi ekan. Xo'sh, bunimizni komplekt apolovka qilib yasab beradigan bo'lsa, balandligi 60 sm, orqasida 4 ga 2 profili bor, qalinligi 208, buni xohlasangiz 2 mm, 2,5 mm dan ham yasashib berishadi. Narxga keladigan bo'lsak, 63liklarimiz 10 million 400 ming so'mdan. Dastavka xizmati alohida kelishilgan narxlarda bo'ladi. Xohlasangiz qadrdonlar, mana bunday 1 metrlik apolovkalarimiz bor. Orqasini ko'rib turibsizlar, buni tepadan tashlab yuborsalar ham hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Bunimiz ham qalinligi 208, uzunligi 18 metr, ikkita burchagi, boltika, syomnigi bilan birga narxi 13 million 15 million 300 ming so'mdan. Xohlasangiz mana konteyner resildan qilingani bor. Agarda tayrotli variantda bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar bular ham o'sha o'zgartirib bemalol universal bo'ladi. Narxi 12 million so'm. Agarda oddiy shpilkali bo'ladigan bo'lsa, 11 million so'mdan tayyorlashib berishaveradi. Ko'rib turibsizlar, sotuvda bor, shuni telefon qilsang jo'natib yuboraveradi. 7 millionlik apolovkamiz bor. Buni balandligi 50 sm. Bularimiz esa 9 million 800 ming so'mlik chempion apolovkalar. Bularda faqat o'sha qiraqliq o'q qo'shib beriladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.